Mahalla yettiligining faoliyati eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari KIPAY dasturi bo'yicha alohida baholash sistemasi belgilangan. Shu maqsadda Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida mahallalarga biriktirilgan soliq inspektori tomonidan mahallabay tizimi asosida mahallalarda soliq organlari faoliyatini tubdan yaxshilash maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu jarayonni e'tiboringizga havola etamiz. Mahallabay tizimi har bir hududdagi aholining real muammolarini joyida va o'z vaqtida hal etishga qaratilgan yangi boshqaruv modeli sifatida joriy etildi. Mirzobod tumanida mazkur tizim amaliyotga to'liq tatbiq qilinib, 18 ta mahallaga 11 nafar soliq inspektorlari biriktirilgan. Endilikda mahalla raisi boshchiligida hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlaridan iborat mahalla yettiligi yagona jamoa sifatida faoliyat yuritadi. Davlatimiz rahbari yaratib bergan sharoitlar tufayli hozirgi kunda ko'rsatkichlarni juda bir yaxshi natijalar bilan yakunlab, hozirgi kunda o'tgan yilga nisbatan 130% ro'st bilan bajardim, o'sish bilan bajardim. Buni orqasida mana shu mahalla yettiligi bilan hamkorlikda ishlashimiz hammasi foyda beryapti. Mahalliy soliqlarni 10% mahalliy byudjetda qolyapti. Mahallamizda bugungi kunda jami 4976 nafar fuqaromiz bor, 1277 ta oila, 814 ta xonadonimiz bor. Aholimiz asosan drayveri, chorvachilik va dehqonchilik. Haqiqatan Mirzobod tuman soliq inspeksiyasiga 2025-yil oktyabr oyiga 2 milliard 700 million reja berilgan bo'lib, 3 milliard 700 million rejani oshig'i bilan bajardik. Biz bajarishimizga sabab mana Mirzobod tuman soliq inspeksiyasida 11 ta xodim 18 ta mahallaga biriktirilgan bo'lib, shu 18 ta mahallada bo'yicha 100% xodimlar chiqib, soliqlarni o'z vaqtida undirmoqda. Mana bizning yutug'imiz Sirdaryo viloyati bo'yicha birinchi o'rinda soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'liq bajardik. Buni bajarishimiz sabab asosan soliq inspeksiya xodimlari hamda mahallaning yettiliklari ishlash evaziga soliq inspeksiya xodimlari 100% bajardi.